İbrahim Polatov so'radi. Hurmatli bizim zamandaşlar. Bugün Özbekistan mamlaketining Namangan shahridan kelgan Ulutu Qipchaq Özbekistanlik İbrahim Damılda eşen azırkı bizim современный eşenlerden bugün bizde Kırgızstanda Bişkek'te konukta. Men sol жағымда Kırgız el akını Karbalası Bakirov oturadi. Жана бул жакта биздин Айбек анан дагы жаш жигиттер отурушат. Кече Бишкекте кыпчактардын bir forumu болуп өттү. Мына ошол форумга курултай болуп өттү. Ошол кыпчактардын курултайына катышуу үчүн Ибраим Эшен Бишкекке келген. Бүгүн биз Нават чайханасында азыр ошол сухбаттын үстүндө отурабыз. Албетте биздин сүйлөшүүлөр өтө узак жана тарыхый көп маселелерди камтыйт, бирок биздин көрүүчүлөр үчүн бир кичинерээк эпизоддорду сюжеттерди берип кетели деген ниетибиз болду. Бул Ибраим Полатов менен мен көп жылдан бери таанышмын. Фейсбукта таанышпыз. Бул Кокон хандыгынын башкаруучулары боюнча биздин айрым бир маселелерди көтөрүп чыгууда биз нече сүйлөшүүлөрүбүз болгон. Ибраим Полатов бул мусулманкул миңбашынын Кокон хандыгындагы мусулманкул миңбашынын урпактарынан болот. Биздин байланышыбыз ошол мен Жусуп миңбашы тарыхый ыр менен жазылган тарыхый роман дастанымды жазып аткан мезгилде бул кишинин кызыгуусу болуп мына ошондон таанышканбыз. Менин дагы өтө чоң кызыгуум бул мусулманкул миңбашынын урпактарынан болгондуктан мусулманкул миңбашы тууралуу дагы көп нерселерди сүйлөшүп отуруп үйрөндүк. Андан башка дагы бул түштүк тараптагы, Наманган Аксы тараптагы эшендер жөнүндө сүйлөшүүлөр, ошолор жөнүндө бизде ошолордун басып өткөн жолдору жөнүндө көп айтылчу нерселер бар. Анын баарын камтуу мүмкүнчүлүгү болбосо дагы бир учкай бир аңгемелешүүлөрдү берсек деген ниетибиз бар. Карбала Сагайдагы ошол эшендерден изилдеп жүргөндүгүн, ошо Наманган жакка барып, ошол иштердин үстүндө болгондугун айтып берди. Азыр эми кыскараак мааниде болсо дагы же кененирээк мааниде биз ушул маселенин үстүндө азыр өзүбүздүн бүгүнкү аңгемелешүүбүздү андан ары улантсак. Эми Өзбекстандан келгендигине байланыштуу конокко сөз берсек, Ибраим Полатов мусулманкул миңбашынын урпактары. Сөз сизде, Ибраим. Men Özbekistan Respublikası Namangan'dan geldim. İksu Qipchaqlarini vakiliman. İksu bu Norin bilan Qaradaryoning o'rtasi bo'ladi. Muzika chetda qattiq bo'ladi deyapti. İksu Qipchaqlari degani bu cho'ng el, bu Qo'qon xonligini tuzgan kishilarni ittifoqlari. Men musulmonqul otaliq bilan 5-otamiz Ibrahim Sarkar Hoşimbek biyda birlashamiz. Hoşimbek biyda Aqsibek bo'ladi, Aqsini beklari bo'lgan. Musulmonqul otaliq u yoshlik paytida otlar musulmonqul datqa bo'lgan. Biz uni datqa deyishadi. Musulmonqul otaliq datqa deyishadi. Yoshligida datqa bo'lgan, keyin botir boshi bo'lgan, yuzboshi. Keyin mingboshi o'g'il, keyin otaliq bo'ldi. Qo'qon xonligidagi eng kuchli siyosatchi bo'ladi. Sheralixonni onasi Jarxina begim va musulmonqul otaliqni egachisi bo'ladi. Bunda qirg'iz deb yozilib qolgan, lekin qirg'iz deb yozilib qolgan sababi bizni ko'pchilik qirg'iz deb so'rashadi. Jarxina Sonanoyim bu Saribag'ishlar qizi bo'ladi. Ikkovlari ham hozirgi Namanganda Aqsi degan joyda yashashadi. Ilgari Namangan Aqsi deyilgan. Bu birlari Yangiqo'rg'ondan Chortoq deb qo'yishadi. Sonanoyim o'sha yerda bo'ladi. Sonanoyim o'shanda Nimning qizi bo'lib qoladi.
Mallaxonni enasi. Xudoyorxonni enasi. Malaxonni nenesi mi? Ha, Mallaxonni enasi. Malaxonni nenesi Nadira Begim deb yozilibdi. Yo'q, Nadira Begim bu minglardan. Uni kishini amakisi. Malaxonni nenesi emas? Yo'q, Mallaxonni enasi Sononay. Ikkovlari ham axsilik bo'lgan. Jarqinay Begim bu axsilik bo'ladi. Bu Beshimbek, Hoshimbekning qizlari bo'ladi. Hammamiz bo'ladi. Jarqinayimni biz Qirg'izlarda Kenen bilishadi, Demiri tanishadi. Sonayim jönündə ma'lumotlar azroq. Sonayim jönündə biraz shu jönündə aytib ketsak. Sonayim endi bu oddiyga unchalik bo'lmagan. Endi Jarqinay Begim endi bu biyni qizi bo'lgan. Hoshimbek biy bo'lganda bu Aqsini hokimi bo'lgan. To'qqiznazarning qizi deb yozishadi. Hoshimbek endi buni keyin buzilib qolganda bizni keyin Qirg'iz deyishadi, Qirg'iz deb yozishgan. Musulmon qilataliq o'sha Sheralixonni taqqab kelgan kishi bo'ladi. Nasrulloh bilan so'g'ish bo'lganda biz cho'natalarimiz bu Buxoroda qattiq so'g'ish qilishgan. Musulmonlarimiz yenganda Nasrullohni yengib Qo'qon xonligini qaytarib olgan. Kecha mendan so'rashdi, qipchoqlar qizil ustuvosh kiygan. Qizil ustuvosh deb kitobda yozilib qolgan, qizil emas. Bizda kiygan cho'natalarimizni tuyani yungidan bo'lgan qizil chakman kiyishgan. Apelsini rang bo'ladi. Tuyani yungidan bo'ladi. Kulrang bo'ladi. Keyin buni shu choy so'rakan bir choy. Anarni postlariga pishirib, choy bor, choy. O'shanday shunaqa kiyim kiyib Qo'qondan qaytarib olgan kishi bo'ladi. Madalixon o'lgandan keyin Sheralixon kelguncha bizni o'sha cho'natamizni amakivachchalarimiz bor. Murzatbek Qo'qonda muvaqqat hukumatni boshqarib turgan. Bremenning provinsiyasida bo'lib, bu ham biz o'g'lidan bo'ladi. Uni o'g'li Mulla Do'stmatli, keyin nevarasi Turdarboyatcha Hojimadashonni qo'lboshchisi bo'lgan. Cho'ng odamlar bo'lgan. Biz Yusufbek deymiz mana ejamda otalarini. Yusuf Mingbashi. Yusuf Qirg'izlarda Yusuf deb tarqalib ketgan, biroq shuni aytib qo'yamiz. Negizgi o'zining oti qanday ekan? O'zining oti Yusuf Mingbashi, Yusufbek deyshadi. Yusuf. Endi biz hozir Yusuf deymiz, o'zi Yusuf. Biz ilgari jini gapirmay qo'ydik biz. Ilgari biz ham Yusuf deyiladi. Bu Yusuf Mingbashi yana bir qancha mingdan yana ikkita bizni o'sha cho'natamiz Surayim Sarkor, Surayim deyishadi. Bizni cho'natalarimiz Sheralixonni taxtga olib kelishdi. Sheralixonni taxtga olib kelib, mana hozir Sheralixonni qurultoyini aytishadi. Nimada bo'lgandi? Bu qatama yo'q, unday emas. O'sha Hojimadashonni cho'natasi Sheralixonni ustozi Xo'ja Doniyor eshonni xonaqosi Baliqliko'lda bo'lgan. Baliqliko'lda bizni bu urug'larimizni beylari, Qirg'iz qishloqi beylari hammalari oq tolxodadan shoti bo'ladi hammasiga. Urug'lar qilishib, oq kiyimga o'tirib Sheralixonni taxtga ko'tarishgan, xon qilishgan. Xon ko'tarish qanday bo'ladi? Har bir urug'ni biyi xonni boshqa ko'taradi. Oq kiyimga faqat xonlar o'tirgan. Bular yozilgan. Singan bo'lsa yozilgan, men kuni yozganda yozdim. Qirg'izlar buni yaxshi biladi. Ertasi kuni keyin bular Aqsida to'planishadi. Aqsi bu biz cho'natamiz to'lgan joyda. Bugungi hozirgi Namangan oblasining To'raqo'rg'on degan joyda Aqsida to'planishib, keyin Qo'qonga ketishgan. Aqsi bu butun o'sha Farg'ona o'randa Namangan oblasining katta hududi, bu yerga Ketmantepa talaslar bilan Aqsi deyiladi. Aqsi juda katta joy bo'lgan, o'sha Boburga tasvirlangan. Bu mana shu biyotalarimiz shu Qo'qon xonligini tuzgan kishilar bo'ladi. Bu juda katta mavqeli kishilar bo'lgan. Bizi urug'dan juda ko'p biylar chiqqan. Hojimadashonni ustozlari musulmon qiramiz piri bo'lgan Mazid Namangani. Hojimadashonni Eksuv Mazid Namangani Qo'qon xonligini o'sha paytda nimasi bo'lganda, muftisi bo'lgan. Bu odam kelib so'raydi, Mulla Hoji Muhammad, qancha qavmingiz elingiz bor deb. Eksuv orasida 60 ming uy, 120 biyim bor. O'shanda Eksuv orasida 60 ming uy bor. 60 ming cho'ng raqam. 120 ta biy bo'lgan. 120 ta biy degani bu juda katta bo'ladi. Bu ko'pchilik. O'sha 120 ta biyda aksar ko'plari o'sha asrda yashaydi. Cho'natalarimiz. O'sha Qo'qon xonligini
eng tayanchli odamlar bo'lishgan. Qo'qonda o'rdani ham bizni urug'da odamlari qo'rqadi. Siddiqbek otamiz degan, Siddiqbek boshidagi otamiz bo'lgan, buni unvoni bo'lgan, tunotar deb qo'yadi. Tunotar bu qirg'iz qishloqlarda bo'ladi. Tunda masalan bir o'rib qolsa, bizda yaqinlar ertaga uxlamay qarab chiqishadi. Tunda otqizadi. Tong otqizadi-da, tundi tongga ulab qo'yishadi. Endi bu bizni cho'ng otalarimiz nima qildi? Qo'qonda o'rdasini kuni tun o'sha yerda qo'riqlab chiqqan odamlar bor. Yani o'shaning uchun bunga Siddiqbek Mingboshga tunotar deb unvon berdi. Ular o'sha bizning cho'ng otalarimiz bor aslida. Endi men shu yerdan bir so'z berayim. Men Qo'qon xonligi masalasi bo'yicha izlab musulmon qilib izlagandan keyin bu Şirali'nin ata tegi men de yazdım, tarixga taqab. Bular Mingdin tuxumi degeni bu ayrim bir buloqlardan men o'qib qolib da bu Ming tuxumi degan bular Chingizxondan qolgan tuxumlar. O'shaning uchun Yusuf Mingboshi o'zini xondiqqa qo'ya olgan emasda Talasdan borib Şiralini olib kelgan. Bu o'sha xonning tuxumi bo'lgan, o'sha Chingizxonning tuxumlari bo'ladi deganda shunday negizi bormi? Negizi bor. Bizda boshqa tuxumlar bular. Ming tuxumlari degan. Bizda cho'ng otalarimiz dashtdan kelganda, Qo'qon xonligini tuzgani o'sha Hojimat Eshonning cho'ng otalari Dahbet eshonlar deydi. Imom Buxoriy ijoddan deydi Dahbet degan joy bor. Zarafshon vodiysida Samarqandda. Bizni cho'ng otalarimiz dashtdan kelishdi. Keyin bular Shayboniyxon bilan kelib bu yerda turishdi bir 100 yil. Keyin eshonlarning katta cho'ng otalari endi sizlar bu Farg'ona va bizni ular Koson, Namanganning Kosondan bo'lganda ashiga borib o'zlaring davlat tuzasizlar dedi. Eshonlarni bizni cho'ng otalarimiz askar bo'lgan, ularni qo'riqlab olib kelishgan. Bu Abdullohxon o'lganidan keyin kelgan 1598-99 yillarda. Keyin belki kelgandan keyin biz otalar eshonlar yurtni boshqarib turgan. Eshonlar deganda kim o'shalar? O'shalar payg'ambarimiz avlodlari. Ana eshonlar chodak xo'jalari deydi, shular hukumatni boshqarib turgan. Keyin musulmon qildi, bizni 11-otamiz musulmon qildi, 5-otasi, 6-otasi Oqbo'tabiy degan bizning otamiz. Hozirgi Tojikistonda Xo'jand degan joyda yashagan. Bu Shohruxbeyni singlisiga uylanganda otamiz. Xonlarga kuyov bo'lgan. Endi minglar kimlar? Minglar bu otasi Amir Temurga, yenalari Chingizxonga borib taqaladigan urug'. Amir Temur Chingizxon tuxumi emasmi? Tuxumi ular. Bular o'g'illarga borib taqaladi. Endi biz otalarimiz yurtni kim bo'lsa ham xonda urug'lari yurtni boshqarishgan. Ya Amir Temurga ya Chingizxonga taalluqli odamlar bo'lgan. Oddiy odamlar esa el ergashmaydi. Bu kichkintoy bo'lsa ham o'shaning uchun Xudoyorxonlar yoshligidan taxtga o'tkazib qo'yishdi. Uni ishni biz otalarimiz boshqardi. Endi minglardan Shohruxbeyni Eshonbolarga aytishdi, endi bu xonda urug' borib taqaladi. Endi minglar o'sha o'zbeklarning, mo'g'ullarning eng baland urug'i. Tepada turadigan tozalari. Bu o'zbeklar shu mingdan tarag'anlar bor. Mingda tarag'anlar. Minglar. Hozirgi o'zbeklar. Minglar, yuzlar, qirqlar, barillar deb qo'yadi. Endi bular o'sha o'zbek urug'ini boshqa turishadi bular. Endi menda bir so'radi. Bu Qirg'izistonda qirg'izlar Qo'qon xonligini qandaydir bir dengada qabullaydi-da. Tunduk taraf. Bu bizga tegishisi yo'q, xonlik bo'lgan, Qirg'izga qattiq tegishisi yo'q, xonlik bo'lgan deb qabullashadi. O'shaning uchun men so'rovim bunday. Qo'qon xonligining boshida turib o'sha xonliqdan keyingi turgan odamlar, Yusuf Mingboshi, o'sha bir mezgilda musulmon qul Mingboshi, al boshqa tarafni boshqarib turgan bularning arasida tojiklarda bo'lgan bu yo'q bo'lgan emas, jalangida bu o'sha bunday turk ataning baldari bo'lgan o'xshaydi-da. Anda turk ataning baldari bo'lgan bo'lsa, gemisi ubasin bo'lib qolgan. Qipchoqlar ko'p bo'lgan bu, qirg'izlar ko'p bo'lgan bu, biz hozir o'zbek deb aytgan odamlar, bular o'zbeklar keyin paydo bo'lganda. O'zbeklar ko'p bo'lgan bu. Ankin qirg'izlar buni Qo'qon xonligini qabul olmay jetadi-da. Yo'q, endi qirg'iz qishloqlari ham ko'p bo'lgan. U minglar ham ko'p bo'lgan.
Xo'sh, mana bu мындай процентный соотношение менен айтсак, ошондо бизге түшүнүктүүрөөк болот да. Проценттик пайыз менен. Prosent bilan foiz bilan tajiklar ham oddiy chegaralarda yashagan, ular hukmron bo'lmagan. Бирок Ular biylikka kelishmagan. Biylikda bo'lgan emas. Biylikda minglar bilan o'sha qizil chiqaqlar bo'lgan. Бул эми андан талаш кыргыз менен кыпчактардын арасында эле кайра жүрө берген. Yo'q. Qirg'iz qipchoqlar bitta bo'lgan. Keyin minglar bilan yuzlar bular endi taxt bizniki deganda biylikni biz boshqarishimiz kerak. Bular taxt. Minglar yuzlar bular o'zbeklar bo'lib qoladi. Minglar yuzlar Toshkentning beklari endi bu biz hukumatni biylikni o'zimiz boshqaramiz deb, keyin biz cho'ngatamiz deb fitna qilishganda. Cho'ngatamiz qartayib qolib, o'sha hozirgi mana chiqqanda Karimbeyni yaylovida jasaganda vatani bilan bayda qoldi. Endi qartayib urushga yaramay qolgan. Mallaxon keyin kelib, "Tog'a yuring endi. Hukumatli odamlar Qaysar ket boshqarganda aldab borib olib ketib qolganda, urushda qo'lga tushmagan. Unda qartayib qolgan payti edi. U bitta oyog'i oqsaq bo'lgan, cho'ra qarib qolgan. Keyin baydan yurtni boshqa olib ketib, keyin nimadan bu tomondan olib ketgan. Talashdan chaqқан tomon bilan. Bu yoqdan uch qo'ygan bilan yursa, odamlar ushab qoladi-da. Keyin buni Xudoyorxondan xat keladi bizga Yashitdan qishloqqa. Endi qarorgoh bo'lganda cho'ngatalaring issiqko'lni sotib oldi. Yaylovlarda o'rsa berib yubordi. Bunda bo'lmagan. Aldab turib, keyin Xudoyorxon olib turib, keyin qafasga solib qo'yishadi-da, keyin uni dorg'asiga o'ldirishganda cho'ngatamizni. Keyin qirg'in boshlangan. Keyin qirg'inda butun mana o'sha Yusufbeylar, bizni o'sha katta otamizni butun bolalarni pichoq so'yib tashlagan. Yo'q, keyin Yusuf mingbashi o'lib qoldi, o'ldirib saldi-da, musulmon qilib o'ldirib saldi-da. Yo'q. Al o'lib qolgandan keyingi voqeaga o'tib ketdingiz. Keyin yo'q, endi bu men boshchag'inda bir daha qayrilsakda, bu Madalxonning nenesi sono ayım bo'lganligi jönündө qaysi источникте, qaysi buloqlardan topildi? Madalxonning enasi, Madalxon Amrullohxonning o'g'li, u Nodira begimning qizi. Ada bir jo'q. Mallaxon Xudoyorxonning enasi, Sononoyimning qizi. O'g'li bo'lgan. Bu daha tushunmay qoldim. Madalxon Nodira begimning qizi, u ular, minglardan. Nodira begimning qizi Madalxon, Umarxonning o'g'li. Qizimiz o'g'li. O'g'li. Nodira begim din o'g'li Madalxon. Atasi Umarxon. Umarxon. Men yozdim-da bularda o'shaning uchun davlat. Mallaxon Xudoyorxonning ota bir yana boshqa ukasi bo'ladi. Bu Yorqinay begimning bolasi. Yo'q, Xudoyorxon Jarqinayning bolasi. Men so'radim. Sonoxon bilan Nadira begimning, то есть jana biraz burun Sonoxon Madalxonning nenesi deb aytib ketdingiz-da? Yo'q, Mallaxon. 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 Men Madalixon aytdim. Madalixon. Lekin men yozdim-da, bu yozilib qoldi. Menda bir bunday to'g'ri emas informatsiyalar bo'lib qolmasin deb men tekshiryotgandagim. Ankeni kitob jarqa chiqqanda bardigi tarix bilan taqtoqqa turganday bo'lsin deb. Umarxonning Nadira begim bu aqin bo'lgan-a? Al jönündө bir kinolarda ko'rgan bilsiz kerak. Bu Umarxonning ayoli bo'lgan. Umarxon degan mixti xon bo'lgan, aning balasi Madalxon bo'lgan. O'shunda Nadira begimning o'g'li Madalxon. Men o'shonsini taqtayin dedim. Nadira begim minglardan-da o'zining amakisining qizi bo'ladi. Shohxonda Umarxon minglardan, bu ham minglardan Nodira begim. Minglardan bo'ladi. Ular o'sha Oltinbeshxonga borib taqaladi. Oltinbeshxon otasi Chingizxonga borib taqaladi. O'shunda bu o'zbek o'zbek ulutidagilar o'sha mingdan tuxumlari bo'lib qolsa, bular Chingizxon tuxumlari bo'lib qoladi. Endi o'zbek deganda odamlar nima o'zbekcha bar emas, ham o'sha mingderda, mingderi. Bu Chingizxon aslzodalar-da. Aslzoda. Mana minglar o'sha Chingizxonning tuxumlari bo'lib qolgan joyda bular tarixda barmi? O'zbeklar tarixiga baylanishgan yo'qmiz-da, biz o'rgangan yo'qmiz ana. Nega? Anki qozoqlarda biz Chingizxondan o'shalardan tuxumlari olib ketamiz deb ular 100 bo'ladi, ular 400, 200 O'zbeklar bilan qozoqlar bir el edi. O'zimiz olamiz, o'zimiz olamiz. Bitta bir el bo'lgan bular. Men o'z boshida bir el bo'lgan, o'sha Mongollar kelgandagi o'shalardan qolgan tuxumlar bo'lgan-a.
эми тарыхты Орто Азия тарыхтарын тактадык да. Мусулманкулдуку белгилүү, Жусуп Миңбашыныкы деле белгилүү жазылып калган да. Булар мусулманкулду ар бир кыргыз билет. Жусуп Миңбашын өлтүрүп калган. Ар бир кыргыз билет да. Ошон үчүн мусулманкулду эч бир кыргыз адашпайт да. Endi baydaги кыргыз менен кыпчак берел болуп, бул Курманбек эле кыпчак болгон. Бизде кыпчак дегенде кыргыз деп кабыл алып бүткөн да уже. Ошон үчүн жанагы айрым бир табакталбаган тарыхтарды тактап койсок деген мен ниетим болуп атат да. Men tarixchilar bilan söyleshemen, tarixchi endi bu ilimde egalari boshqa odamlar da. Men ko'p so'rayman. Bular ko'p gapirsa biz cho'ng otamiz qattiq qo'lli odam bo'lgan. Minus tomonni so'rashaveradi-da. Endi bu davlat yuritish uchun odam qattiq qo'l bo'lmasa bo'lmaydi. U zamon endi Musulmanqul Миңбашыны аталыкты эч ким күнөөлөп аткан жери жок. Менде мындай ичим ачышып кетип атат да. Жусупты өлтүрүп койгон үчүн. Ичим мындай сыйрылып кетип атат, бирок эми бул эми ошол замандын, ошол мезгилдин учурунда болуп аткан иш да. Азыр бул тарых болуп калды да. Андай касташуу деген болбош керек да. Менин өзүмдүн оюм ушундай. Мен tarixchilarga savol берип, siz musulmankuldun tukumu olup menin tukumum болуп касташуу деген болбош керек да. Бирок ичиң ачат экен да кадимкидей. To'g'ri. Bizde ham urug'imiz juda ko'p bo'lganda edi. Bizni shu mana Haqqul Mingbashi Musulmanqul ataliqdi. Hozir Norin rayonida Aqlobod degan shahar borda. Musulmanqul nevarasi bo'ladi. Meni cho'ngina jiyani bo'ladi. Hozir qancha urug' bor Musulmanquldun? Hozir ko'p bo'lmasa ham borda. Ancha bor. Biz hozir buni ko'p bundan ko'proq. Ancha o'zi Musulmanqul Abdurahmon Avtobachi nevarasi hozir hajga ketdi, umraga ketgan. Endi ketib qoladi. Olib kelaylik desak, vaqt bo'lmadi. Mingbodatxon bolasi ham tartib qoldi. Men yoshroq meni jo'natishdi ular. Endi bizda hozir o'sha qancha qipchoq bor shu Namanganda hozir? Namanganda bilmayman. Biz qancha million? 1 million sanaymiz, 1 million deymiz. 1 million deb hisoblaymiz. Ko'pi qipchoqlar biz qirg'iz qipchoq Namanganda yashaymiz. Chortoq Yanqo'rg'on ikkalasi qirg'izlar ko'p yashaydi. Biyoq Uychi, Namangan, Pop Uchqo'rg'on haqida al jaqda Namanganda qirg'iz deb qipchoq deb bo'linadi ekan. Bizda bo'linmaydi da. Yo'q. Qirg'iz menен qipchoq bo'linmaydi bizda. Bizda bir kishi bo'lib qolganda. Bizda yo'q, bizda ham bo'linmaydi. Biz hamma o'zbekmi bizda? Bizda ham bo'linmaydi. Bizda yo'q, anday emas. Lekin biz o'zim bilgani, bu yerda bag'ishlarda Saribag'ish, Cho'nbag'ish, Arbag'ish. Bizde tarixta kitepte açık ele yazılan Kırgız Kıpçak bu bir el bolup kalgan bir el bolup kelgen eken ilgerten. Hazırda bir el Kurmanbek Kıpçak deydi da. Anı Kırgız dep aytadi, Kıpçak bolgonden Kırgız dep kabul alat da. Men hazır Karbalasa gelişince